biron bir agentlikda ishlamay turib, u yerda menga o'xshab masalan ko'p joyda ishlaganman-u, o'zimcha men qanaqa agentlik ishlashlik kerakligini men bilganman xuddiki bir. Lekin men faqat uni оболочкасini, tashqari tomondan qanaqa ko'rinishini bilganman. Tamom, ichkarida nima bo'lishini bilmaganman. Xuddi hujayrani tashqaridan ko'rib tursan, ichida qanaqa nima borligini bilmagansan. Xuddi shunaqa. Tashqaridan nima bo'lgan bo'lsa, o'shani qurib qo'yganman-da, keyin bo'lmagan. Ichi unaqa bo'lmagan. Uni ichidan biladigan bo'lsa, agar o'zini masalan o'zimizni O'zbekistonda hamma agentliklarni ko'rib tursa-da, mana Locals bor, ular mana bunaqa qiladi. Synthesis bor, ular mana bunaqa qiladi. Mano bor, mana bunaqa qiladi. Men undan ham zo'r qilaman. Men qanaqa qilishni bilaman. Men Drogo 5 da yoki boshqa agentliklarni chet eldagi davlat mana agentliklarni ko'rganman-da, bizanikilar unga masalan yetishmaydi hech qachon. Men bilaman qanaqa qurish kerakligini, odamlar bilan qanaqa gaplashish kerakligini, qanaqa reklama qilishni men bilaman deb o'zi haqiqatan biladigan bo'lsa, boshqa agentliklarni ko'rgan bo'lsa, o'zida strategiyasi bo'ladigan bo'lsa, bemalol ochib, bizani hammamizni sindirib tashlasa bo'ladi.